rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, bugun 6-aprel yakshanba kuni. Mana bu gidroponika uchun ishlatiladigan kasseta poddonlarni kelganiga bugun 2-kun bo'ldi. Ya'ni o'tgan kuni kechqurun kelgan, kechqurun bir sutka, bugun mana 2-sutka ertalab. Alloh nasib qilsa, mana ko'rib turganingizdek 500 ta kelgandi. Hozir yarmi tugadi. Qolgan yarmiga ham demak buyurtmalar bor. Mabodo kim buyurtma bergan bo'lsa shoshilinglar. Men kimlardir xabarladim, kimlargadir hali xabarlashga ulgurmadim. Shuning uchun yana bir marta mana buni tashlab qo'yganman, hozir videolar qildim. Bu yerda bitta narsaga e'tiboringlarni qarataman. Bu kelgan partiya mana bunaqa sifatli, ya'ni birlamchi xomashyodan qilingan partiya bo'lganligi uchun narxida ozgina farq bo'ldi. Men o'zi mana bunga buyurtma olgandim. 28 mingdan deb buyurtma olganman. O'shanga ba'zi odamlar narxida o'zgarish bo'pti-ku deb o'ylamaslik uchun aytib qo'yamanki, yo'q, bu o'zi umuman boshqa partiya. Mana bundan ham Alloh nasib qilsa yaqin kunlarda chiqarishga harakat qilamiz. Bu o'sha aytilgan narxdan yetkazib beriladi, agar mana bundan olishni istak bildirmagan odamlarga. Lekin tavsiya qilaman, bu sifatli birlamchi demak xomashyodan qilingan poddon. Mana shoshilinglar, hozir demak yarmidan ko'proq qoldi. Yetkazib beramiz. Mabodo agar zarurat bo'ladigan bo'lsa murojaat qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.